Assalomu alaykum obunachilar. Yana sizlarga oson arqon ulashtirish usulini ko'rsataman. Bu ulashda nimaga birib arqon baylashni bilmaydigan yosh bola ham baylashi mumkin, bir-biriga ulashi mumkin. Oson usullarni ko'rsatamiz biz. Mana bunday qilib aylantiramiz. Mana bir marta, ikki marta, uch marta. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Buni bir-biriga ayni qilib tortasiz. Buni bunday qilib tortasiz. Ulandi. Shunday holatda ulab qo'ysa ham bo'ladi. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentar yozib